Bismillahirrahmanirrahim. Abu Zar radhiyallohu anhu aytdim, ya Rasululloh. Bizga xabar berib qo'yingiz, shu Musoning kitobida nimalar yozilgan edi deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Musoning kitobida ushul 6 kalima yozilgan dedi. Birinchisi, men tan qalaman. Bir adam dozoqdan bor ekanligiga aniq ayqin ishonsa, al qandib kuladi. Qandib kula alaladi. Dozoq ishgan kulüş kerak dedi. Jana tan qalaman, bir adam ölümdü aniq ayqin bilse, al qandib suyunaladi. Ölümdü bilgan adam suyunbash kerak. Ertan biz kim ölam deb qayg'unan yurish kerak. Jana tan qalaman bir adamdan al qiyomatda hisob kitobda aniq ayqin bilse, al qandib zamon amallari jasaydi. Jana tan qalaman bir adam taqdirga aniq ayqin ishonsa, al qandib o'zini qiynaydi. Yine başka rivayette al qandib qapalanadi. O taqdirdagi bar nesi bar bo'ladi. Bo'lgandan keyin qapalan boshqa taqdirda shulkan deb tan qo'yish kerak-da. Jana men tan qalaman, bir adam dunyoni ko'rib tursa, dunyoning birday turbay ikki joqqa o'darib turgan ko'rib tursa, dunyoyini bu qancha dunyoga ishonadi. Bugun bor, ertasi yo'q. Dunyoga ishonbash kerak. Jana tan qalan bir adamdan al deyishga aniq ayqin ishonsa, qanti ol yaxshi amallarni jasaydi. Ana shu la ilaha illalloh Muhammad rasululloh sallam yaxshi amallardan biri shunda. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar bu kishi Ibn Mas'ud bir kuni shu Kufaning chekkalarida bir ko'chadan o'tib qoldi deydi. O'sha yerda pasiq odamlar atib to'lib olib aroq ichishgan ekan. O'shalarning ichida bir o'rdoqchi artist bor ekan, Zazon degan ot ekan. Ana shu qomuzini chertib o'rgatiladi. Onun ünöte bir yaxshi o'qulu uni var edi. Ana Abdullah ibn Mas'ud o'qib qoldi, aytdi. Qanday bir yaxshi uni var ekan. Atdan shu unda Qur'on o'quga jumshavaydi dedi-da. Keyin Ibn Mas'ud boshini jileg bilan o'rab, o'qbayin deb shu muzikasini o'tib ketdi. Al-Zazan bo'lsa, o'sha Ibn Mas'ud so'zini o'qib qolib, bu kim bo'ldi deb so'radi sheriklaridan. Cevap veriş şerikler Abdullah ibn Mas'ud Peygamber sallamdan şerigiler. Keyin aytdi, al nima jönde söz aytdi degende şerikler aytdi, bu shunday deb aytdi. Bu shunday yaxshiroq endi Allohning Qur'on o'quvina jumshavaydi dedi işte. Keyin shu so'zni o'qigandan keyin anjuraga bir shunday haybat kirdi dag'in. Turib al qomuzini yerga urib sindirib soldi. Anan hal tez şaşılıp artıdan çurqab bardı dağın getip jovlug'ini mo'yniga solib boshini qilib iyilab oldinda tavba qildi da. Abdullah da al-Zazan'da mo'ynidan quchoqlab ko'vi tengi iylashdi. Keyin Abdullah aytdi, men nega yaxshi ko'rib o'tganman? Buni Alloh taolo yaxshi ko'rib o'tadi hozir dedi. Keyin al tavasına kelib günelerinden Abdullah ibn Mas'ud'u bekem qarmab Qur'on öğrendi. Şuntib al kirishdi, aldı öz ilişini Qur'ondan, ilimden şuntib qolaversa shu ilim jönünde o'ta bir yo'lboshchi bo'lib qoldi. Negizi bu Zazan Abdullah Mas'ud jönünde ko'p xabarlar kelgan, bular şuntib tavasına kelib shunday darajalar ulug' bo'ldi deydi. Faqir rahmatulloh aytadi, men otamdan o'qqanman, otam shunday ekanlar aytib beradilar. Bani İsrail elinde bir o'ta bir buzuq ayol bo'lgan edi. Al ayol o'ta shulug' bo'lib odamlarni fitnaga soladilar. Onun eshigi daim ochiq turadilar. Kim o'sha ko'chada shu eshikning oldidan o'tganda, o'sha ayolda shu qo'rg'on ichida so'rida o'tirganini ko'radilar. Shu eshikning tushiga eshikka ko'rinib o'tiradilar-da. Kim o'sha ayolga nazorat qilsa, darrov o'sha ayoldagi fitnaga qolib suyib qoladilar. Kim qolasa o'sha ayolning oldiga kiruvini al muhtoj bo'ladilar, 10 jondan ko'ra jondan ozroq bir oltin dervan kirish kerak edi. Anan o'sha oltinni olib, anan kirganga ruxsat beradilar yani. Bir kuni o'sha yerdan bir ibodatchilardan o'tib qoldi dag'in. Ko'z o'sha ayolga tushdi. Alsha so'rinishda o'tirganlar. O'shaning sululug'ini fitnalarni baylanib qoldi yuragi. Keyin hal kirishdi, o'ta nafsini qiynashga, qaytarishga. Alloh taologa duo qiladilar, shoning yuragidan kirishdi. Şuntib yuragida nimasi ketmay qoldi fitnasi. Shunta o'ta nafsini qiynadi, qattiq qiynadi, shundan olishtayin deb.
bolmagandan keyin o'sha o'zine birge qancha bir materiallar vardı, bazarga aparıp satıp toptodan bir ancha şu özü muhtaç bola turgan 10 altınga jinadı da. Keyin o'sha neşige keldiler. Ayal buyurdu. Bu altındardı o'sha yerda bir vekil varken şu tapşırgın dep. Anan va'da qildi. Kele turan vaqtni falan kunni sen kezeng bo'lishini kelgin dedi da. O'sha kezeg kelgan kuni keldi. Al ayal o'ta o'zini qo'zlab o'sha uyinda sho'rinish to'ltirgan edi. Anan bayağı ibadatçılardan şol uyga kelip şol sho'riga ayalni cho'g'ib o'ltirdi. Ala şantib şu ayalga qo'lni uzatganda o'sha ibodatning barakasi bilan Alloh taoloning rahmati ag'a jetdi. Keyin yuragi shunday o'y tushdi. Alloh taolo hozir meni ko'rib turib arshni ishdan, meni shu ahvolda ekanligimni. Men shunday aramis qilayotganimni Alloh taolo ko'rib turadi. Mening barcha amallarimda kuyizib yuborish mumkinchiligi bor dedi-da. Şuntib yuragi bir aybet tushdi dag'in, bit mo'nlari titrab, tusi o'zgarib ketdi. Keyin ayol al kishiga qarab turib, ana shunday tusi o'zgarib qolganligini ko'rib aytdi. Ne oldu sana dedi. Men Rabbimden korkutaman dedi. Bana ruhsat berseng çıgıla keteyim dedi. Aytdi ayol, sana ölüm bu. Köp adamlar şunday kundu inse arzu kılıp yürüdü. Sen şu kundu taptın. Şunu taşıp ketesin mi dağın dedi de. Sen kaysa balda düşüp kaldın hazır dedi. Degende Allah aytdi, men hazır Allah Teala'dan korkutaman dedi. Anan kişi aytdi, men sana bergen akşam el alalle olsun, bana ruhsatla ver çıkıp keteyim dedi. Ruhsat verin çıkıp keteyim. Keyin ayol aytdi, sen şu bu işni takır kılbasan kerek dedi da, zina işti. Qala la. Yo'q, bundan qilalakman dedi. Keyin ayol aytdi, sen qayerdan bo'lasan, qayerdan kelgansan, atın emine degende xabar verip direktörün aytdi, falan ayıldan, atın palandar olup da aytib berdi kişi. Ruhsat vereyim bo'ldi, ketaver dedi. Ana şu ayollar aldıdan çıkıp ketip özü qarg'ab, o'lgin, yo'g'olg'in, jaqin zinaga tushib qolayim deding deb o'zini jimirib chiqib ketdi anan. Anan o'z narsaga o'zi ilab, boshqa to'proq sochib chiqib ketdi. Keyin shul aybet ayolning yuragiga tushdi. O'sha odamning murda qilgan ibodatlarning barakasi bilan shu ayolning yuragiga shunday aybet tushdi. Aytdi ayol o'zincha o'yladi. Mana bu kishi bu günün alğaçqı jolu qilmoqchi ekan. Taqir gunoh qilgan jo'q ekan. O'shanda da yuragiga shunday qo'rqinch kirib atadi dedi-da. Men bo'lsa qancha yildan beri bunday gunohlarni qancha o'yin jasab etdim. Nega men ana shunday qo'rqib ketganman dedi-da. Yani şu kişinin Rabbisidan qo'rqib atadi. O'shol mening de Rabbim bo'ladi dedi. O'shandaqdan mening qo'rqinchim bu kishining qo'rqingan qardan qattiqroq bo'lish kerak. Anan al ayollar tavbasına kelib, Alloh taolo tavba qilib, eshigini bekitib qo'yib, odamlar kirgizib qo'yib, eski kiyimlari kirib ibodatga yuzlandi. Shantib ibodatda qancha kunlar ibodat qildi o'zincha o'yladi. Men o'shol kishiga borsam dag'in tapsam mümkün meni ayollikka qabul ekan dedi. Ana men shu kishining oldida yashasam, ayol bo'lib yashasam, anan din yönünde ilim yürünsem, o'shol ilmim manga dele jardam bo'lsa, Alloh taolo ibodat qiluvga shu kishi manga dele jardamchi bo'lsa dedi. Anan al ayolda erdanib o'zining çoğu qancha maldarni ko'tarib, altınlar ko'tarib, xizmatkorlarni olib, Alloh taolo qalaganicha ko'tarib ko'chib jo'nadi anan. O'shol ayolga borib, shu kishining yönünde so'radi eldan. Keyin o'sha kishiga xabar berdilar, bir ayol kelib, sen joningda so'rayotadi deb. Keyin al ibodatchilardan ayolga ishga chiqib qarab ko'rdi-da, al ayol yuzini ochdi. Meni tanisin deb. Keyin al ayolni ko'rgandan keyin boyagi kishi onun yuzini ko'rib tanib turib, esine keldi. O'sha uyga borib, nima qila turgan ishlarini istedan keyin. Qo'rqqanligidan shunday qiyqirib jigorib, o'sha kuni da'an kelib terdan qilaman deb, qattiq qo'rqqanligidan joni chiqib ketdi-da. Ayol keyin shu yerdan qapalanib, qayg'irib o'tirib qolib, aytdi, men shu kishi uchun atan keldim, bu o'lib qoldi-ku dedi. Keyin aytdi, shu kishining tug'andari bor, birantasi ayolga muhtoj bo'lib turgan ayollar turgan tug'andari bor dedi. Allah aytdi, bunun bir o'ta bir dag'an solih og'asi bor, anday gedey, mala dalaja qo'yilishga dedi. Allah aytdi,
ziyani yo'q dedi. Mal kerak bo'lsa menda bor dedi. Boylik menda bor dedi da. Keyin og'asi kelib uylendi o'sha ayolga. Keyin o'sha kishidan 7 bola turalib, 7 o'tingi payg'ambar bo'lgan ekan-da, Bani Isroilda bo'lgan ekan. O'sha kishining ibodatini sharafini shol kishida ayolda ko'p tavba qilib, gunohdan qo'rqqan sharafatan shunday darajalarga yetgan ekan.